o'sha paytda 14,5 ming dollarga olingan ekan Nexia 2. Hozir ancha yarim narxidan ham tushib ketgan narxda hozir obzor qilib beraman. Yurgani 40 ming yurgan, kraskasi top toza. Akam shunaqangi injiqligidan orqa sidinaga odam pashta o'tkazmas ekan. Uni qarang, ichlarini. Mazda deganda mashina tushundim men, to'g'risi. Bitta akamiz hozir minib ko'rdi. Endi mashina minib yurgan anchadan berib, bali bitta bilinyapti bor, bitta bilinyapti. Mashina 40 ming bizimda yurgan ekan. Mana, olib keling-da aka. 755 yarashganmi yo yarashmaganmi? Kommentariyada qoldiring aka. Bu qarang. Taylarida umuman chiri-piri degan narsani o'zi yo'q. Hozir narxini 6700 dollar mashina pushlar qilibdi ekan. Unga bermabdilar. Kecha qilishibdi, bermabdilar. Xo'p, hozir 7000 dollar bo'lishi deyapti. Agar qadriga yo'sasalar tushib berishi mumkin, ammo 7000 dollar bo'lishi deyapti. Pastda raqamlar qoldirib qo'yaman. Mashina siz o'ylayotganingizdan ham a'lo soni. Pastda raqamlar qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqib like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Poddesh qilamiz. Sog' bo'linglar.